Hammaga assalomu do'stlar. Sizlar Bavariyaning ikkinchi kanalidasizlar va men bilan bugun Sardor Steyn, Einstein, Epstein, Ronaldo. Как дела? Let's go. Отлично, брат, отлично. Bugun nima qilamiz tushundingizmi o'zi? Bugun tushundim, вроде бы kalga olamiz ikkita подписчиkingizni. Voy, kalga emas, nimadir jostki qilamiz. Hozir obunachilar bilan sizni ham tanishtiraman. Kelinglar, ikkala obunachim. Let's go, delaymiz. Tak, ismlaringiz nima? Ismingiz nima? Ismim Abdulaziz. Abdulaziz, necha yoshsiz? 14. Otangiz hisob dedimi? Agar nimadir bo'lsa. Точно? Потом menga yozmaydilarmi? Sizda-chi? Rustam 21 yoshdaman. Okey. 21 yosh. Ну, Окей. нормально, Окей. взрослый человек. Да. Siz ishlaysiz qayerdadir, to'g'rimi? 21 yosh. ishlayman. Agar hozir mana shunaqa xunnik prichoska bilan borsangiz nima bo'ladi? Bo'ladimi? Leo играет. Bitta polniy zavod bolalar ekan, biz hozir ichkariga kirib prichoskalarni boshlaymiz. Undan oldin prichoskalarni tanlashimiz kerak. Sardor Steyn bu videoda juda qattiq tayyorlanib, o'zi prichoskalarni tanlab kelibdi. U tanlagan strishkalarni hozir ko'ryapsizlar. Lekin undan oldin menga qanaqa prichoska tushganini bilib oldim. Men esa random bo'yicha tanlayman. Mani prodyuserim Rayan menga har xil 10 ta prichoskani tayyorlab qo'ydi. Men 10 dan bitta sifrani tanlayman. Qaysi prichoska tushsa, shuni qilaman. Готов? 1 2 3 3 1 2 3 3. Okey, 3-chi rasmni hozir ko'rsam, 3-chi prichoskani ko'rsaman sizlarga. Prichoskani ko'rishga tayyormisizlar, jigarlar? Voy, bular! Wow! 3-chi raqam bu. Delaymiz, bro. Olasanmi, Bobur? Ну да. Точно, да. Подписчикni qanaqa aniqlaymiz? Kim qaysini sochini oldi? Ну, menga ani kattaroq bolanikini olishyapti. Da? Da. Menga hamda. Давай, don katta bolaga. Давай. Delaymiz. Don. Okey, men Abdulaziz prichoskasini olaman. Biz esa ko'p cho'zmasdan boshlaymiz. Katta hayajondaman. Men Abdulazizni sochini oldiraman. Bular esa Rustam ekana. Prichoska eslab qolding, ha? O'zingiz. Da, конечно. Voy, lekin brat, bularda juda yomon ko'r. No, yomon emas. Yomon emas. Qiziq, da. Qiziq ko'rsatadi. Savozmay kiriblar. No, senga ham yaxshi prichoska qilaman, xavotir bo'lma. Tak, tayyormisan ukamchik? Nima qilish kerak o'zi birinchi? Soch yuvamiz-da, to'g'rimi? Tak, qanaqa hozir bitta kamera sizga, bitta menga ishlaydimi? Da, вот твоя. Tak. Hop, birinchi qanaqa prichoska kerakligini o'zlaridan so'raylik klientdan. Men professionalniy barberman. Hop. Выбоringiz bor. Birinchisi bu chiroyligina prichoska. Bu to'xtang. Endi professionalniy barber sifatida maslahat berishga haqqim bor. Aha. Tak. Bu yuzingiz formasiga juda ham to'g'ri keladi. Chunki ko'rib turganingizdek ham узкий yuz, xuddi sizga o'xshagan. Mana shuni tanlasangiz bo'ladi. Ikkinchi variantimiz bor. Bu ham интересный. Bu ham o'sha yuzingiz formasiga to'g'ri keladigan prichoska. Klassический, da. Qaysi biri ko'proq yoqdi? Mana sizdan bittasi. Birinchisi qaysi taraf bu? Okey. Buni qilmaymiz. Biz bugun mamlakat prichoska bilan chiqarib yuboramiz. Gap bo'lishi mumkin emas, brat. Anaqangizga, jasurligingizga. Qani bo'lmasam, buni ham qo'yib qo'yamiz. Primer bo'lasiz, qarab, bundoq qarab turib, bundoq o'xshatishim uchun. Mamtni qo'yib qo'yamiz где-то. Hop, давайте bo'lmasa Boburdan o'g'irlagan holda sochingizni yuvib olamiz birinchi. Voy. Tak, Ultim parikmaydir. Yaqinroq kel. Voy, buni. Все? Tayyormisan? To'xta. Brat, hozir polsensa есть? To'xta. Mana qanday qo'yganlar? Okey, yana bir marta menda oldirgan bo'larmidingiz parikmaker bo'lganimda? Yo'q. Bo'lganingizdami? Ha, Oldirardim. oldirardingiz, rahmat. Yo'qotda hozircha proses. Qanaqa Yo'qotdi. Mana shampuni o'ynab qilib bundoq qizitib olamiz. Oy. Bularga Sardor Steyn obrazga kirib ketdi-ku, jigarlar. Ha, men parikmaker odamman o'zi, hayot bo'yicha-da. Xo'p, mana ketdi, sochlarim to'q qoldi. Mana
Bo'ldi, ko'pirdi soch. Ha? Rashk Xuddi bizga yuvilgan soch Qanaqa? kerak-da, yuvib yotamiz. Parvoqdaymiz, hozir просто garga. Temperatura нормально, брат? Всё, ketdi, yuvamiz. Я вообще правильно делаю, блин? Вообще нет. Что надо было? Сперва должен был штучку такую специальную на шею наклеить. А, вот оно. Mayli, yana topamiz. Это? Ketdi mana, yuvildik. Окей. Подскажите, пожалуйста. Bobur yo'lla mana oshib ketdi cho'ta tezlik bo'yicha. Добро. Почему так быстро cho'ta? Chunki men tezman, lekin hamma narsada emas. Mama bo'ldi, da'vat beraman. Hatto hozir men neprofessionalizm ko'rsatsam keyin keladi. Soch bo'ldi. Что за вот так? Korrupsiya ketyapti hozir. Nima korrupsiya? В смысле? Mana shuni hozir mana buni taqib beryaptilar. Taqib bersinlar, a to ispachka ketadi. Okey. Bizani futbolka уже ispachka qilib o'ldirgan. Так, nimani ishlatamiz endi biz? Okey, tak. Hop, penimizni olamiz deb, birinchi put olamiz. Qanday yoqdim endi buni? Sorry, deb ketdimmi? Ola, put olamiz sochingizni birat. Если обычный sartaroshda bo'lganda ketib olmaz. Hop, to'xtaman, mashinkani qo'limga olsam bo'ldi, taniysan. Ronaldo bo'lishga tayyormisiz, birat? Doka, bismillah, iltimos qon. Ketdi mana. Xona. Ajablasizlar. Qonab ketmasin majmualar. Darmisan? We rocking out to G-Town. All aboard the Ghost Train. Ketdi birinchi. Deli Grace. Ketdimi, birat? Tayyormisiz? Hozir. Do'ni oling yaxshilab. Do mana. Blood never coming out road safe. I'm doing biz like Ketdi. Mana orqamda Tottino futbol original ekan. Voy. Bobur. Bobur. Ha. Syomkatmen, brat, mana bu chopilo qanaqadir qilib. Kстати, mana anaqa bo'ldim. Men Messi, brat. Messi. Pirlo. O, anaqa qo'ygan, rospis qo'ygan. Poyna Paris Saint-Germainda o'ynagan payti, poyna. Tushundim. Men u payt, kстати, Parijda edim, bilasanmi? Agar siz Parijga borib o'tirmasdan shunaqa kultoviy va legendarniy futbolchilarni podpisini ko'rmoqchi bo'lsangiz, buni ustiga sochingizni ham oldirmoqchi bo'lsangiz, bemalol shu joyga kelaveringlar. Kutayotganda bu yerda umuman zerikmaysiz, chunki bu yerda даже PlayStation ham bor ekan. Har xil stol uchun o'yinlar va bu yerda Ronaldoning rospisi ham bor ekan. Aynan mana shu narsa uchun bu yerga kelishingiz mumkin. Bu atmosferani ko'ryapsizlar, professional oladilar. И o'zim ham shu yerda sochimni oldim. Поэтому gaplashib bu video yubordik. Bu yerda sizlarni kutaman. Biz esa videoni davom etamiz. Men u payt, kстати, Parijda edim, bilasanmi? Как? Yo'q, biz когда transfer qilganimda birinchi konferensiyaga bordim. Как? Men Parijda edim специально. Shu Boburda ham pul ko'p, bir Parijda, bir Amerikada, bir Toshkentda video oladi, biling ya. Drogba. Bizga ham nasib qilsa Drogbaniki bor ekan. Sekin hozir syomkani qoldirish kerak. Men futbolkalarni olib chiqib ketib sotish kerak, просто auksionga qo'yib. Qanchalik bu meni qadrdon sassiqcham hamma narsaga ishonaveradi. Nikuga chiqib borganim yo'q. Amerikaga borganda просто shuncha shomordim Parijga borganda. Okey, mana bizda Drogba, Totti, Messi, Pirlo'larning futbolkasi bor ekan, lekin biz bugun Ronaldoning prichoskasini qilamiz. Brazilskiy Ronaldoni. Ketdi. Bismillah deb boshlaymiz mana orqadan. Voy, bu qatizgacha o'sgan. Ketdi mana. Qo'rqonman. Biz juda qo'rqonman deymiz. Mandami? Uni boshlaymiz endi. Menda Просто anaqa. Aka. Поддержка bor endi hozir. Voy, Boshingizni bitta ko'ra oling, qanchaligini razmerni. Yo, Papuani идёт, Papuani, четко. Mana bitta oling orqadan. Kalga, shu tomon. Четко mana. Real chiqadi prichoska. Bizdan prichoska yarmi tayyor lekin. O'rnatdimi? Ichim og'riyapti. Qilaman. Hali hamma uni qara, brat, mana shu qoldirsamchi. Bashirsan. Bechora bola. Voy, blin, legendarnisan baribir ham kam. Молодец, реально. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Ketamiz.
liniyadan o'tib ketmasam bo'ldi-da. Hozir mana. Agar nega men ham Sardorsteyn kabi o'zim fikrimni to'liq kameraga gapira olmayotganimni qiziqsangiz, shunchaki o'zingizni meni o'rnimga qo'yib ko'ring. Tasavvur qiling, oldingizda umuman randomniy obunachingiz o'tiribdi. Siz esa uni sochlarini olishingiz kerak va unga ziyon keltirishdan qo'rqyapsiz. Endi sizlar tushundinglar degan umiddaman. Necha yil sochingni o'stirib yurding? O'zimdan avval. Jamchi o'stiradigan просто qanaqadir. Mabodo buzib qo'ysam, boshqa Yo'l kestirishga tutilgan. O'zi kalga olmaganini aytdi. O'zingiz sartaroshingga borib xiyonat qildim sizga deysanmi? yarim ish bajarildi уже, 50% ish. 50% ish bajarildi. Hozir sekin mana shuni oxirigacha takoyimda olamizda bitta. Mana planim. Aytib Yo'q, kстати, planim. normalniy turibdi bunda. Zubastik hozir. Ha, 2015-yil mandan prochoska mamlakatgacha polni kal qilib olamiz. Mana shu ariyagacha, bitta ровно qilish kerak. joygacha. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa, уже yaxshiroq mamlakat olib, nima, mashinka olib turib, уже более ювелирский ish qilamiz-da. Ювелирский, a? Ha, уже tekislab, такой nima urg'u berib, topaman so'zni. Nima tushundinglar, nima demoqchi edim? Qanaqa qilib topolmaysan? Senda IELTS 8 emasmi, Sardorsteyn? IELTS inglizcha topshiradi, o'zbekchada emas, aka. Ha, понял. Sorry. Olamizda bitta. Mana planim. Yo'q, kстати, нормально turibdi bunda. Ha, 2015-yil manda rasmiy prochoskada примерно. Такой sochi удобный ekan-da, lekin anaqa olishga tushundingmi? Вот, уже четко. Уже zo'r, brat. Bilasanmi nima qilish kerak edi? Soch ko'z yuvish kerak edi. Ha? Qulog'ini kesib. Paka. Fran. Chordim, brat. Hozir bu video chiqmaydi deb o'ylab. O'zi ham qo'rqib ketdim. Hozirgacha bo'lgan protsessdan впечатленияlaringiz qanaqa? Bu ijodkorni. Men agar Ispanishkada bo'lsa 11 berardim. Voh, Nima meni maqtab yozibdilar, qo'lingizni olib qo'ying. Gap bo'lishi mumkin emas. Men yig'layotgan bo'lardim o'rinlarda, lekin buni Voy, sorry, o'tiribdilar. ko'zing borligi. Maqtab o'tiribdilar, kim bo'ldi? Целом уже будто бы норм, будто бы, нет? Mo'shi ko'p qoldi. Так, kelganmiz. Ha. Nima qilish kerak buni hozir? В целом, да, просто помыть, да? Mana aytganimdek, birinchi planim o'xshab bo'ldi уже. Mana ko'rib turganingizdek, liniya qilib oldim, cho'tki qilib. Endi mamutlarni очистка qilamiz. Mamutlarni hamma joyda bir xil uzunlikda soch qolishi uchun, mamutni ko'p. Da. Birinchi botni to'g'irlab olamiz, полностью. Messi? Ana undan keyin Messi уже olamiz. mamut chastiga o'tamiz. Eng muhim chastiga o'tib turib, cho'tki forma chiqarib beramiz aka. Rozimisiz? Ketdi. Xo'p, bo'ldi. Endi orqasini qanaqa olamiz? Rasmga qarasak, oldi tekis ekan. Orqasi takoy duga bo'lgan ekan bunda. Ko'rasiz? Yasalmadi-da bizada. Mamutlarni undaroq tushirishim kerak ekan. Xo'p, tushundinglar nima qilmoqchiligim bor? Xullas, men hozir mamlakat qilmoqchiman. Men bu narsani olib tashlaymiz hozir. Ketdi, bismillah. Masjidni buzib qo'ymasam, bo'ldi, cho'tki chiqadi o'zi. Bale, qo'rqmayman. Bo'ldi. Уже bo'ldi. Bu taraf bo'ldi. Bu taraf. Еще хочешь? Ozgina ishlov bera olsa bo'lar ekan. Bo'ldi. Bizda bo'ldi. Biza kaltalatadigan mashinkani topishimiz kerak. Наверное, mana shu bo'lsa kerak. Nasatkasi turibdi. Nasatkani buni bilaman. Bu ishda bo'ldi lekin. Chiganlar yesi что biza stage 13 degan barbershopda videoni olamiz. Ularga katta rahmat. Aytishdi, men hozir shu yerda o'zim mana shu videoni keyin sochimni oldiraman. Bu yerda PlayStation'dan bor, hamma narsa bor. Bo'lganingizda zerikib ketmaysiz, bolangiz bilan kelganda zerikib ketmaysiz. Mana shu holatda turasiz. Mana bitta Instagramlari chiqadi. Hamma ma'lumot shu yerda, adres, hamma narsa shu yerda. Kelaverasizlar, jigarlar. Teper нужен muz. Hayotdan achingan bola. Videoning nomi. Qanaqa qilib turg'izaman buni, brat? Endi, чтобы он так стоял. Это Aka, yordam bera oling. Qarang, aka, men erachestirish kerak mamlakatga. Как можно сделать? Men hozir mana bu narsani surdim, ana kriu. Aniq olishingiz kerak. Keyin qilib sindirishingiz kerak. Lekin Sindirishim. Qanaqa qilib sindiraman? Просто fizически menga qo'lda ko'rsating, men o'zim qilaman. Mana hozir bizga professional yordam berdi. Topishdim mana nasatkani. Endi bismillah deb bittada bosib yuboramiz qani.
Wow, tushdi nasab. Yaxshi Tushdi, chiqyapti, cho'tga bravo. otdi. Bizga kerakli dlinada otdi. Oba, mamalaringlar. Wow! Oy, o'xshatdi. Tak, bunichi effektliroq chiqishi uchun men bitta yana sal olishimiz kerak ekan, taka oqartirishimiz kerak ekan. O'shanda taka oq bilan qora Hozir like yin yang qilib bo'lar o'tdi. ekanda kung fudagi. И cho'tki effektni chiqar ekan. O, kallatamiz yana. Voy. Bratan, qoch, bratan. Sorry. Shu yetadi va. Hop, oxirgi shtrix akalar, oxirgi shtrix. Bitta yuvamiz shu bilan tayyor. Model bo'lishga, rasmga tushishga, videolarga tushishga tayyorsiz bular. Uyga borsangiz, adres nimadir qilib qo'ymasalar, oyis ayniqsa. Bitta yuvoringlar aka, shu bilan keturasiz uyga, ketdi. Bizdan kutamiz eshitcho. Shu biz hozir yuvorib. Уже tez. Men sen neprofessionalniy emasman-da, oxirigacha bundoq qilib. Ishimni tugatib, Bravo. klientimni xursand qilib jo'nataman. Ketdi. Raz. Tayyormisiz прическangizni ko'rishga? Raz, 2, 3 ketdi. Qale, o'xshadimi yo'qmi, brat? Birga bir. Как? Реально zo'r bo'ldi. Без робов это, без робов. Реально идет. Лысый мне идет. Лысым тебе идет, без робов говорю. Я бы после этого... Boshingizni anaqa qiling mana. Ana. Ronaldo прическа, ребят. Ну, Brazilskiy Ronaldo. Gap yo'q lekin, brat. Boshingizga nima qilsa ham tushiravergani. Yuringlar ko'chaga chiqaylik. Ketdi endi, aks olamiz. Hozir biz mini challenge qilish uchun tashqariga chiqdik va kimning prическasi yaxshiroq chiqqanini aniqlash uchun ko'chadagi odamlardan so'rashga qaror qildik. Qani mana. Menimcha tanimaslik kerak. Я так люди знают. Taniydi. Oh, go. Aka sog'lik yaxshisiz. Aka biza video olamiz. И sizdan mana shu bolalarning прическасы kimniki yaxshiroq deb o'ylaysiz? Nimaga? 90? Что 90? Регион? 90-й камера. Понял. Спасибо. 90 да. Если... Бля. Типа рок-н-ролл, Панк. что ли? Да. Короче, мы поставили парней сами. И вам нужно оценить от 1 до 10. Его прическу и его. У кого красивее, да? Не у кого эффектнее, у кого красивее. Вай, красавчик. А вы узнали прическу? Сами. Вот именно прическу. Погба? Нет, я даже не знаю. Футболист есть такой. Роналду. Поаккуратнее, да, вот. Да, поаккуратнее, да. По лицу и... А вообще, вот, ну, он подходит вообще к этой прическе? Нет, абсолютно не подходит. А я подхожу же? Да. Все, спасибо большое. Вот этому... Парикмахер Лучше выстриги, братчик. Реально, лучше выстриги. А то будут смеяться. Немногие скажут в глаза, но будут смеяться. А я думаю, многие в глаза тоже скажут. Ну, друзья не скажут, поверьте, друзья не скажут. Окружающие могут, да, сказать, а друзья... Спасибо за мнение. Obuna bo'linglar, bizda 100 ming bo'lishimiz kerak bu kanalda. Akalar, uzr, sog'liq, mana shu prическalar anaqa baho berib oling, xos. Bitta просто вот qaysi yaxshiroq sizga ko'proq yoqdi? Ikkalasi ham нормальный, lekin Ronaldo Nazario eslatganlar Oy. ko'proq. Siz Neymarga o'xshamagansiz. Neymar emas, anaqa Napolida o'ynagan kim edi? Ismi yodimdan chiqdi. Anu. Ha, Gemshik. Да, Демчик, да. Shu. No, ikkalasi ham chetki. Aka rahmat kattakon. Gemshik. Charchamang. Charchamanglar, xo'p. Akalar. Akalar возможностьmi aytsin. Baho bering. Mandanmi? Да, kimniki yaxshiroq chiqdi? Так, чисто Ronaldo'ning futbolkasi uchun bularni tanladim. Aha. Чисто Ronaldo'ning futbolkasi. Пока что Сардорштан не тот, да? Ну ладно. Сухую. Ладно, ko'rdingizmi? Men bitta hajab o'g'ir, посмотри, men bitta ham qoldirdim, понял? Zo'r chiqqan, но endi Ronaldo'ning futbolkasi, прическасы вообще. Ладно, давайте yakunlab olamiz bo'lmasa videoni. Jigarlar, bu bolalarni endi tanimaysizlar, наверное, ko'chada ko'rsanglar
qochinglar. Agar uxlayotganingizda koshmar ko'rsanglar, mana shu bola chiqib chiqadi. Ana, ko'p gapirmayman. Sardor Husayn sizga rahmat ishtirok qilganingiz uchun. Rustam, respekt, что реально gaz berdi. Abdulaziz, uzr. No, bolalarga reально respekt. Biz mana shu kanalda 100 ming bo'lishimiz kerak. Mana hozirdan obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu channelda ko'p chiqib turadi bu yerga. И like bosishni unutmaysiz. Agar 10 ming like yig'sa mana shu video, to men qaysidir bloger sochini olaman.